Fevral oyining oxiri, mart oyining boshlarida sepilgan gazon urug'lari ko'rib turganingdek, gazonimizni ikkita strishka bo'ldi. Ya'ni oziqasini, suvini muntazam ravishda bersa, 3-4 ta o'rimdan keyin gazonimizni tayyor yetilgan holga keladi. Bizdan ko'pchilik so'raydi, gazon urug'ini sepgandan keyin qancha vaqtda yetiladi deb. Gazon urug'ini sepib, muntazam ravishda oziqasini, suvini berib, o'rib tursanglar, gazon 3-4 oyda tayyor yetilgan holga keladi. Ya'ni har doim bizga ko'p savol berishadi, gazon urug'ini qaysi oylarda sepsa bo'ladi deyshadi. Men har doim aytib o'taman, sizlarga fevral oyining oxiridan 20-maygacha gazon urug'ini sepsa bo'ladi. Kuz oyiga kirganda avgust oyidan boshlab oktyabr oyigacha gazon urug'ini sepsanglar bo'ladi. Biz har doim o'zimizning polada sizlarga nimaki ish qilib o'tgan bo'lsak, gazonimizning urug'ini sepib, to yetiltirib mijozlarimizga yetkazib berib o'tgan jarayongacha sizlarga qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Nimaki savolingiz bo'lsa, bemalol Progazonga murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha sizlarga biz to'g'ri ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizda mana polamizda o'sha gazonlar urug'ini sep bo'ldik. Fito urug'idan foydalanamiz. Bilasizlar, Amerika Dreamsort, Sportmaster shunga o'xshagan O'zbekiston iqlimiga juda ham tushgan gazon urug'laridan foydalanamiz. Yana qolgan ma'lumotlarni sizlarga video postda sekin-sekin qo'yib boramiz.